Mana shu egiz tug'ilgan qo'zilar boshida 3 ta tug'ilgan. Lekin onasining sutini ko'plik qilganligi tufayli bo'kib bittasi nobud bo'lib qolgan. Yelini qarang. Buning siri nimada deb o'ylayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qilib, kanalga podpisatsiya bo'lib, bu videoni sog'liq qo'y boqadigan tanishlaringizga tashab qo'ysalaringiz agar, ular ham bilib olishadi. Odatda qo'ylar qo'zilasa agar, suti bitta bolasiga zo'rg'a yetadi. Bu ikkitani bolani boqib, mana yana zapas sut. Ikkita o'shatdagi katta qo'chqorchalar, mana shuni bolasi. Bu tug'ilgandan keyin tog'am menga telefon qildi. Nima qilsam suti ko'payadi deb. Buni sirini hozir ko'rsataman. Imanamak tuzini 5-6 grammdan qo'shib berib boshlagandan keyin suti ko'payib, qo'yimizni bolalari mana shu holatga kelgan. Maksimum mana shu bolalar 2 haftalik. Lekin gavdasi почти 1 oylik ko'zini gavdasini beryapti. 3 ta tug'ilib, bittasi afsuski sut ko'pligidan nobud bo'lib qoldi. Bu videoni qo'y ko'p tug'ib qo'yib, sutini nimada ko'paytira olmayotgan va qo'ylari bola tashab qo'yayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringizga manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Ro'mabek bo'ldi.